Alo. Assalomu alaykum. Xudo yaxshimisiz? Siz umisiz? Sonlaringiz yaxshimi? A? Nima? Nega qaytarib borasiz? Nimaga qaytarib borasiz? Yo'qmadi mebelalaring? Pardalarni voy nimaga bunaqa qildingiz? Men sizga kelganingizda aytgan edim-ku. O'g'il uylantirdim, buyuk to'y qila olmayman deb o'zingiz yopishib oldingiz qo'yardi qo'ymay. O'zingizga nima deyman endi hozir? Hamma narsani jo'natib oldingiz ortaga. Voy nima qilaman endi sharmanda bo'ldim-ku. Menga qanaqa badala beruvdingiz? Badalaringiz izidan chiqdimi? Bilganimda bermasdim sizga. Voy. Alo, adasi, nega olmaysiz? Nega telefon olmaysiz? Voy boshimizga ish tushdi. Xudo hamma narsalarni qaytarib olibdi. Ginangizdan, mebelingizdan, pardalaringizni ham yechib jo'natib olibdi, yoqmabdi. Hammasini jo'natib oldik uyingizdan, omar eshigingizni tagidan nima qilib qo'yib qo'ydi Xudo hozir. To'yingiz bo'luvmidi dadasi hammani? Voy hammani to'yingiz qo'yuvmidingiz? Voy sharmanda bo'ldik-ku. Voy sharmanda bo'ldim-ku. Voy nima qilaman endi? Qizijonlar, onajonlar. Mana shunaqa holatda nima qilgan bo'lardinglar? Mana shunaqa qudalar uchramasdi hech kimga. Sizlar nima qilgan bo'lardinglar? To'yni to'xtatdingmi? Nima